Google tor ko'rgüç uchun ishlangan Uyg'ur majburiy emgakini tekshirish qistirmasiga yaqinqi kunlarda tuyuqsiz zo'r miqdorda nachar baho tushgan bo'lib, buning planli hujum ekanligi muayyanlashtirilgan. Google shirkatining Chrome tor ko'rgüch uchun yasalgan mazkur qistirmani xalqaro tashkilot inson haqlari fondi tayyorlagan bo'lib, kishilar tordan Uyg'ur majburiy emgaki chetishlik shirkatlarining mahsulotlarini sotib olmoqchi bo'lsa, mazkur qistirma ogohlantirish beradi ekan. Bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Google Chrome tor ko'rgüchining tor bozoridagi mazkur qistirma yaqinqi mezgilda tuyuqsiz ko'plab tushirilib qolmay necha yuzlagan nachar bahoga duch kelgan. Qistirmani nachar baholovchilar asosan o'xshab ketadigan karton surati va bema'ni ismlar ishlatgan bo'lib, nihoyatda nachar inglizchasi bilan inkos yozgan. Buning asosan mazkur hujumning Xitoy planlagan harakat ekanligini ko'rib olish tas emas ekan. 2015 yil 8-yanvar 17 kuni Tailandning poytaxti Bangkokdagi Hindi-Iravan butxonasiga qilingan bomba hujumi bilan ayblangan 2 Uyg'ur Tönügün qayta sud mahkamasiga keltirildi. Tönügün isbot anglash yig'iniga qatnashgan Odam Qaradog va Yusuf Mirali chaqliq o'rindiqda sudga chiqqan. Bu 2 kishining biri 8 yillik turma hayotining salomatligiga ziyon yetkazganligini aytdi. Egilanishicha, Qaradog seshanba kuni berilgan suhbatdan keyin sud mahkamasidagi tarjimon orqali Erkin Asiya radiosiga qarashli to'r xabar tashkiloti Binar News'ga men ig'irligimning 57 kilogramdan 40 kilogramga tushib qolganligini ko'rdim. Chunki turmada yeydigan halol yemeklik yo'q degan. Uyg'urlarga yordam bergan bir kishilik huquq faoliyatchisi gumondorlarning salomatligidan andish qilayotganligini bildirgan. Amerika texnika magnati Microsoft e'lon qilgan dokladda Xitoy bilan munosabati bor deb gumon qilingan xakerlar guruhining Tayvandagi 10 necha hukumat organini nishonlab josuslik qilganligi bildirildi. Amerika ovozining 25-avgust xabar qilishicha, Microsoft tarafidan Flex Typhoon deb atalgan xakerlar guruhi Xitoy rejimiga chetishlik bo'lib, kam deganda 2021-yilning o'rtalaridan boshlab Tayvandagi hukumat organlarini, muhim yasmachilik sohasini, uchur texnik tashkilotlarini nishonlagan. Amerika Savdo ministri Gina Raimondo Xitoy ziyarati jarayonida Xitoy Savdo ministri Wang Wintao bilan ko'rishdi. Raimondo yig'indan ilgari qilgan so'zida Washingtonning chet elda, bo'libmi Xitoyda arzon emgakni asos qilgan sanoat ishlab chiqarish strategiyasining o'zgaradiganligi signalini berib, biz har qanday ahvolda amerikalik ishchilarni qo'llash uchun har qanday ishni qilamiz dedi. Amerika prezidenti Joe Biden rahbarligidagi hukumatning Amerika iqtisodini kuchaytirish uchun qo'llangan qadamlarning Xitoyning iqtisodiy taraqqiyotiga to'sqinlik qilmaydiganligini ta'kidlagan Raimondo mundaq dedi. Davlat bexatarlik masalasida murassa qilish va suhbatlashishga o'rin yo'q. Ammo siz tilga olgandek, ko'pincha savdo va mablag' solish munosabatimiz davlat bexatarlik andishasi bilan munosabatsiz. Biz har ikki davlatning manfaati uchun bu sohalarga savdo va mablag' solishni taraqqiy qildirishni xohlaymiz. Hindistonning Chandrayaan 3 nomli olamcharlash mashinasining Oy sharining janubiy qutbida har xil elementlarni bayqaganligi va gungurtning borligini jazmlashtirganligi e'lon qilindi. Bayonotda olamcharlash mashinasining alyumin, kalsiy, xrom, titan, mangan, oksigen va kerimning elementlarini bayqaganligi, shuning bilan bir vaqtda bu mashinaning gungurtning borligini aniq isbotlaganlik o'tirg'a qo'yilgan. New York shahri boshlig'i Erik Adams juma kuni va Ramazondagi iftor mezgilida azonni sirtin anglagan bo'ladigan shaklda o'qishga bo'ladiganligini, har xil masjid jamiyatlari va musulmonlar fondi jamiyatining vakillari qatnashgan yig'inda Adams yig'inga qatnashganlarga mundaq dedi. Siz New Yorkda e'tiqodingiz bilan erkin ozoda yashay olasiz. Men buningdan faxrlanaman.